O'shda 60 kishi birinchi bor pasport oldi. Bu ma'lumotni O'sh shahar pasport viza xizmatining yetakchisi Rinat Aliyev bildirdi. O'sh shahrida yashab, biroq Qirg'izistonning fuqarosi qatori bo'lmagan 60 dan ortiq fuqaro joriy yilning sentyabr oyidan buyon pasport olishga ariza tashlagan. Ularning ko'pchiligi Sovet pasportini yangilamaganlar va umuman pasport olmaganlar bo'lib chiqdi. Sovet pasportlarini almashtirmaganlarning katta qismi 40 yoshdan yuqori yoshdagilar. Umri bo'yi pasport olmaganlarning ko'p qismi Japalaq qishlog'idan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarining boshqarmaligi Qirg'izistonda 15 mingdan ortiq kishining fuqaroligi yo'q ekanini e'lon qilgan. BMT shu yildan boshlab butun dunyoda 10 millionga yaqin fuqaroligi yo'qlarni ro'yxatga olish ishini boshladi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Qozog'iston bilan Qirg'izistonning orasida aprel oyidan buyon ushlanib turgan yoqilg'i moyini qaytib berishga va'da berdi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Ostonadagi ma'lumot yig'inida bildirdi. Atambayevning Ostonadagi safarida savdo-iqtisodiy, energetik shartnomalarga imzo qo'yildi. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi Janubdagi hududiy bo'lim yetakchisi Qurbonali Uzakovning Azatliqqa ma'lum qilishicha, Batken oblastining hududida 9 madrasa va 1 islom instituti bor. Biroq uning barchasi talabga javob bermaydi. Diniy bilim berish joylarida o'quv rejasi va o'qitish sifati bolalar uchun yaratilgan sharoitlar yaxshi emas. Uzakov diniy maskanlarda dars berayotgan domlalarning ko'pchiligi xorijlarda bilim olganlar ekaniga to'xtalib, kelajakda Qirg'izistondagi diniy o'quv joylarini yakunlaganlarni ishga olish kerakligini aytdi. Bu chet o'lkaga ketib qolayotganlarning sonini kamaytiradi, dedi Uzakov. Mutaxassislarning aytishicha, Qirg'izistonda umum hisobda 91 ta diniy bilim berish muassasalari bor. Qorasuv rayonidagi silga qarshi kurashish kasalxonasi yashovchilar istiqomat qiluvchi joyda ekanligi sabab Jo'sh qishlog'ining aholisi yuqumli kasallik atrofida yaqin yashaganlar uchun xavf tug'diradi deb tinchsizlanishmoqda. Aholi markazni boshqa yerga ko'chirishni talab qilishgan. 12 yildan buyon ish olib borayotgan mazkur kasalxonaga yashovchilar bir necha marotaba murojaat qilishgan. So'nggi murojaat tibbiyot xodimlari va xalq o'rtasidagi janjal bilan yakunlangan. Jo'shdagi yashovchilarning bu so'zlariga ko'ra, sil kasali kasalxonasi sanitar qoidalar bo'yicha qanday joyga ko'chirilishi kerakligini muxbirlarimiz bilishga harakat qilishgan. 80 nafar bemorga xizmat ko'rsatadigan sil kasalliklar markazi 2002-yili Qorasuv rayonining Jo'sh qishloq hukumatiga ko'chirilib kelingan. Ko'chib kelganidan beri aholi bir necha marotaba markazga arzlanib kirishgan. Ularning so'zlariga ko'ra, markaz yonida istiqomat qiladigan bir odam bu kasallikni yuqtirib olamdan o'tgan. Bu hol davom etsa, qurbonlar soni yana ham ortishidan xavotirga tushishmoqda. Hatta akamın balası şunun aynen uğurlu olup kaldı. Buna uğurup jatat hazır. Buna tüberkülözü jatat, çıkartmışlar jatat, şu uğurda. Benim oldu koca salgılar deptir. Улица ходят, воду спрашивают пить, а дети маленькие пить дают. Это же открыт туберкулез. Дети заражаются, заболеют. Они же маленькие. Поликлиника есть же, больные лежать тоже негде наши. Вот, патология, неврология раньше. Это все убрали, Қарасу, все отправили. А тубдиспансер сделали. Это тубдиспансер здесь не надо. Пусть там станция как был, так остается. Сюда не надо тубдиспансер. Bungacha Sog'liqni saqlash ministrligiga murojaat qilishgan. O'tgan yili Bishkekdan Sog'liqni saqlash ministrligi kelib, bu yerni tekshirib bir qancha eslatmalar berib ketgan. Undan keyin markazda yer ostidan qazilib suv chiqarilgan. Bemorlar uchun sharoitlar yaratilgan, biroq sil kasalliklar markazini boshqa yerga ko'chirib ketish masalasi haqida hech qanday so'z bo'lmagan. Bishkekdan odamlar kelibdi-da, o'sha spesialni shuni joyish uchunchi. Andan keyin odamlar qo'rqib chiqib suylay qolibdir. Men o'g'ishimcha-da o'tganda aytishdi odamlar. Bir de adam chiqib suylay qolib, anan o Bishkekdagi odamlar ham o'zlari suylay olsa, biz ham ne qilamiz deb ketib qolibdir. Vrachlar kelgan ekan. Yashovchilar esa mahalliy hukumat vakillariga murojaat qilmagan, biroq qishloq hukumatining bu norozilikdan xabari bor. O'zi mustaqil bu masalaga ko'rishib ko'rmagan. Qachongina yashovchilar yozma tarzda ariza bilan murojaat qilsagina o'zidan yuqori organlarga murojaat qilishni ta'kidladi. Yo'q, men aytayotganim, pisminli bo'lsa qanday nima qilasan? Pisminli bo'lish kerak-da. Pisminli bizga kelish kerak. Andan keyin biz qayrilamiz. Pisminli bo'lsa qanday qayrilasan? Hozir mana sen saqadilaysam o'zek qayrilamay pisminli jazib kelsan ham qayrilasan da bizlarga. Shunday bo'lib o'tadi bizga. Bizda jo'g'orga jazozda. Bizda elda bunday norozilik chiqib qoladi, bunday bo'lib o'tadi deb. Biz qayrilsa, misol, akimchilikka qayrilamiz. Mana obladniy sessiya qayrilamiz.
Jo'g'org'i qayrila turgan yerga sen qayrilamiz. 12 yildan beri yashovchilar Sil markazining o'ziga bir necha marotaba arzlanib kirib, masalani hal etishga harakat qilishgan. O'tgan oyda esa 20 ga yaqin yoshlar bu yerdan ko'chib ketish borasida bostirib kirishib, markaz xodimlari bilan urushib ketishgacha borishgan. Tartibsizlik militsiya aralashuvi bilan bostirilgan. Markaz rahbariyati ham bu yerdan ko'chib ketish niyatida, biroq mablag' yo'qligi bilan bu masalani ortga surmoqda. Shunday именно shunday o'riqxonani qurib bera turgan bo'lsa, masalan, ayoldan chet chaqasına boshqa yoqqa quturg'unga bo'ladi desa, biz ag'a dela bunday planda qarab ketibmiz-da. Sarqulotda najag'i deydi, o'sh bishkep yo'lga cheyinki, anam tasharqa cheyinki расстояние aybay bunday bir pustoy yerlar bor-ku, mana Sarqulotdan o'tgandan keyinki shunday bir pustoy yerlar bor. Al yerda ellar bor, biroq ham naseleniya gustoyroqda, nemiraqda, segaroq yerga qaraganda. Действительно 5-10 yilning aralog'ida bo'lishi mumkin. Sil kasalliklari markazi aholi istiqomat qiladigan yerdan qancha olisda joylashishini bilish maqsadida biz bir necha javobgar muassasalarga murojaat qildik. O'sh oblast va O'sh shahar sanitar epidom stansiyasiga salomatlikni saqlash tarmog'ini nazorat qilgan oblast xizmat vakillarining mutaxassislari ta'tilda ekani aytilib javob berishmadi. Biroq xalqaro me'yorlarga ko'ra Silga qarshi shifoxonasi aholi istiqomat qiladigan yerdan kamida 500 metr olisda o'rmonga o'xshagan daraxtlar ko'p joyda joylashishi kerak. Biz so'z qilayotgan Qorasuv rayonidagi Sil kasalligi shifoxonasiga eng yaqin uy oralig'i 20 metrga ham yetmaydi. Eng xavflisi dispanserga bir devor bo'lib oilaviy shifokorlar markazi joylashgan. Bundan uncha olis bo'lmagan yerda maktab ham joylashgan. Ko'chib ketishga mablag' yo'q shifoxona hozircha xavfsizlik choralarini kuchaytirishni rejalashtirilmoqda. Avval Qozog'istonga kirgan qirg'iz fuqarolari 5 kungina ro'yxatdan o'tmay yura olsa, yaqin kunlardan boshlab bu muddat 1 oygacha uzartiriladi. Bu haqda prezident Almazbek Atambayevning Ostonaga bo'lgan ish safaridan keyin prezident apparatining tashqi siyosat bo'limining rahbari Isaqov ma'lum qildi. Uning aytishicha, hozirda Qozog'iston qirg'iz fuqarolarini ro'yxatsiz yurish vaqtini uzaytirish bo'yicha qonunlarni izga tushirishga kirishdi. Endi qonunlar to'liq tayyor bo'lgandan keyin jarayon kuchga kiradi. 2014-yilning 1-noyabriga qarata Qirg'iziston bo'yicha VICH infeksiyasini yuqtirganlarning soni 5.642 ga yetadi. Bu haqda Respublika SPID markazidan xabar qilindi. Ma'lumotga ko'ra, ushbu yilning 1-sentyabriga qarata VICH infeksiyasini yuqtirganlar soni 5.537 kishidan iborat bo'lib, 2 oyning ichida bu kasalni 105 kishi yuqtirgan. Avval SPIDdan 328 kishi qazo topgan bo'lsa, VICH infeksiyasidan 1040 kishi qazo bo'lgan. Eslatib o'tsak, mustaqil davlatlar hamkorligidagi o'lkalarining ichidan Qirg'iziston VICH infeksiyasiga chalinganlar soni bo'yicha past ko'rsatkichda. Biroq o'lkada bunday illatga chalinganlar soni yil sayin ortib bormoqda. Ularning ko'pchiligi giyohvand moddalarni qo'llanishadi. Keyingilari jinsiy aloqa bilan yuqtirishadi. Suriyaga Batken oblastidan 35 kishi ketgan. Ularning orasidan 8 tasi nobud bo'lgan. Bu haqda Ichki ishlar boshqarmaligidan bildirishdi. Ma'lumotga ko'ra, Suriyaga ketganlar ichida ayollar ham bor. Ularni avvalroq ketgan kuyovlari chaqirishgan. Suriyaga borib, uylariga yana qaytib kelganlar ham bor deyilmoqda. Ammo aniq ma'lumot yo'q. Oblastdan Suriyadagi urushga ketganlarning ko'p qismini Qizilqiya shahrining yashovchilari, asosan 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lganlar tuzadi. Oblastdagi kuch tizimlari fuqarolarni Suriyaga bormaslikka chaqirib, tushuntirish ishlarini olib bormoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistondan Suriyaga ketgan fuqarolar soni 150 ga yaqin.